Miss O'zbekiston tanlovidagi birinchi kunim shunday ranglarga to'ldi. Sizga ham shu energiyani ulashmoqchiman. Shu kunimiz qanday o'tganini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qizlar bilan uchrashdik, tanishdik, birgalikda nonushta qildik. Hamda Shahrizoda Madaminova bilan nonushtada birga bo'ldik. U tik turgan holda biz bilan suhbatlashib, hammasini tushuntirib berdi. Keyingi navbat lenta taqish marosimiga keldi. Lentani mehr bilan o'zlari taqib qo'ydi. Shu paytdagi rasmga tushishimiz ham judayam yoqimli lahzalardan edi. Aynan bu qizlar bilan vaqt o'tkazish judayam yoqimli edi. Unutilmas kunlardan biri bo'ldi desam ham bo'ladi. Biz bu yerdan chiqib studiya tomon yo'l oldik. Shu orada o'zimiz uchun videolar ham oldik. Bu yerda kamera emas, men o'zimni yangi qiyofamni ko'rdim. Rasmlarga tushdik, videolar oldik. Men bu studiyada o'zimni erkin his qildim. Xuddiki men o'zimni shu yerda topgandek bo'ldim. Studiya jarayonlari tugagach ofisga o'tdik. Aynan shu yerda modellikning haqiqiy ichki olami, sirlar, texnikalar, professionallik haqida qimmatli bilimlarni oldik. Endi kechki ovqat uchun yo'l oldik. Kechki ovqatda esa mana shunday taom bilan siylandik. Ovqatlari shunaqangi mazali ekan, mazza qilib yedim. O'zimni ham videoga oldim, hamda bu yerda olovli shou bo'ldi. O'sha olovli shouda o'zim ham ishtirok etdim. Men o'zimda bu narsani birinchi marta sinab ko'rdim. Bu esa insonga kayfiyat, zavq berar ekan. Biz uchun maxsus go'shtni joyida pishirib berdi va bizga taqdim etdi. Shunaqangi shirin, shunaqangi mazali qilib tayyorlab berdi. Mazza qilib yeb oldik. Bir kunim shunaqa o'tdi. Ammo bu faqat boshlanishi xolos. Ertaga yana nimalar bo'lishini bilishni istasangiz, kuzatishda davom eting.